Demak, bugungi mavzumizni mustahkamlash uchun, takrorlab olish uchun biz kim chaqon metodidan foydalanamiz. Bunda definitsiyalarımizga tushirilgan 6 so'z turkumiga oid so'zlar bor. Unga tegishli bo'lgan so'zlarni koptogiga yozilgan keltirib qo'ysak, definitsiyamizni o'yinga tushishiga chorlagan bo'lamiz. Boshladik. Sarmiloz. Ona kim so'ragiga javob bo'ladi, bola ham kim so'ragiga javob bo'ladi. Onaga, bola, barakalla. Yaxshi. Ayt. Dasturchi kim so'rog'iga javob bo'ladi, kompyuter nima so'rog'iga javob bo'ladi. Barakalla. Ana. Novvoy kim so'rog'iga javob bo'ladi, non nima so'rog'iga javob bo'ladi. Yashang. Kimisi. Bola.